Oddiy YouTube'ga video ko'rdim, ha, vaqtmoq emas. Assalomu alaykum, darvozachi, rishotkachi ustakalar. Sizlar bizdan Telegramda so'ragan 220 voltli холодильник apparatimiz tayyor bo'lgan. Bu bizning YouTube'ga birinchi videomiz. Like, comment, podpiska bosib qo'yasizlar. Xo'p, bu apparatimizda qisqacha obzor qilib o'tamiz. Buning tepa qismida ishlash uchun qulay bo'lgan ulitkasi joylashgan. Tepa qismiga joylashtirganmiz. Bu 5 xil bo'ladi, almashtirib ishlatiladi. Mana bu elevatorda chiqarib olasizlar bemalol. Xo'p, buning yon qismiga universal blokni joylashtirganmiz. Bu nima uchun universal? Buning roliklari almashadi. 15x15, 20x20, 25x40, 40x40 profillarga mana bu shaklda gul chiqarib beradi. Mijozimiz shu shakllar, shu razmerlarga buyurtma bergan. Siz xohlasangiz boshqacha gulli, boshqa razmer profillarga buyurtma qilsangiz bo'ladi. Xo'p, buning qisqacha ishlash jarayonini ko'rsatib beramiz. 15x15 profilimizga gul bosib, qayirib beramiz. Bunda ikkita pedal bor. Pedalni ko'rsating. Ikkita pedal, oldinga bosib qo'yamiz. Xo'p. Buni uchun birinchi navbatda gul chiqarib ezib olamiz. Yaqinroq bo'ling. Xo'p, mana bu narsa profil borib taqalish uchun, buning razmerini ligirovka qilish uchun o'rnatilgan. Ikki taraf mana shunday shaklda ezib olinadi. Xo'p, buning kaliti. Pastga tushiriladi. Bu shaklda chiqqandan keyin bu taraflar qiladi. Biz darvozachi ustalar biladi, qanaqa gul chiqarilishi kerak, o'zlarining ideyasiga qarab burab chiqarib olaveradi, bemalol. Shu shaklda yana ham ko'proq ursa bo'ladi. Mana shu shaklda chiqadi. Xo'p. Eng qiziq joyga keldik. Buning narxi. Buni narxi 5 ta roligi, 5 ta ulitkasi bilan 220 voltli motor qo'yilgan, 1700 dollarga tayyor bo'lgan. Bizda faqat bu stanovka emas, siz xohlagan stanovkingizni buyurtma qilishingiz mumkin. Mana shu raqamlarga Telegram orqali telefon qilib bog'lasalaringiz batafsil ma'lumot beramiz.